Assalomu alaykum. Mana bugungi operatsiyamiz, ikkinchi operatsiyamiz. Ya'ni endoskopik UV usulida dischurani olish. Bugungi bemorimiz mana 30 yosh, tashxisi L5S1 sohasida sekvestrlangan katta dischurasi aniqlandi. Mana bir necha marta davolangan, konservativ davo choralaridan keyin ham bemorda oyoqda og'riqlar qolmagan. Bugun biz bemorga endoskopik UV usulida dischurani olish amaliyotini o'tkazyapmiz. Bu operatsiyani asosiy o'ziga xos jihatlari, ya'ni bu endoskop bilan bajariladi. Bunda katta kesmalar kesilmaydi. Ikkita teshik orqali grija to'liq mana olib tashlanadi. Grijani olish jarayonidamiz. Bittasi qani qarash. Juda katta hajmdagi grija. Sekvestrlangan. Bu so'rilishi juda qiyin. Muncha chiqmaydi. Kapsulasi bu, xaltasi yana tekshirib, mana bu yoqda juda ko'p grija. Bu dori qo'l bilan ancha-muncha ketmaydi. Kelle tomoshabinda. Kattagina grija. Maydalar. Mana shuncha narsa grija chiqqan. Bu narsa dori qo'l bilan so'rdirib bo'lish qiyin. Yuborish qiyin bo'ladi. Bemorga azob beradi uzoq vaqt. So'rilguncha oyoqda nervlari ishdan chiqib qolishi mumkin. Bunda eng asosiy qulayi buni olib tashlash kifoya. Mana bemorimizga ikkita chop qo'yiladi. Bunda mana avval bemorimizda qandaydir tabiblar tomonidan anaqa o'tkazgan, kuydirganmi, nimadir qilgan. Bu yarasi o'ziniki. Mana bu ikkita teshik orqali olib tashlagan. Bu terini kuydirgan, grijani kuydirib yo'qotamiz deganmi, nimadir qilgan. Bilmadim. Mana ikkita chop. Xudo xolasa bemorimiz ertaga turib yuradi. Mana shu bemorimizda dischurasi, ya'ni juda katta sekvestr chiqib turibdi. Buni mana olib tashladik. Mana bu aksial srezda bu o'g'li chiqib ketgan L5S1 sohasida. Chap oyoqda qisib qolgan. Mana to'liq tozalab olib tashladik. Ertaga MRT qilib tekshirib ko'ramiz. Ertaga MRTda mana shu narsa bo'lsa yo'q bo'ladi. Bemorimizga bemalol keyin turib yurishi va quyidagi ortopedik rejimlarni tushuntiramiz. Bemalol kelgusida ish faoliyatiga qaytaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtdoshlar. Mana men Navoiy viloyati Navoiy shahridan keldim kecha. Dischurasi bo'yicha grejam 12 mm da endoskopik UV yo'lida bizani operatsiya qildi. Pardayev klinikasiga keldik. Mana maqsadga baraka topsinlar. Operatsiya qildi. Bugun oyoqqa turdim. Kecha operatsiyadan chiqdik. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek og'riq yo'q, oyoqlar ishlaydi, bellar ishlaydi, hech qanaqa og'riq yo'q. Operatsiya bo'lgandan ham men hech qanaqa narsani sezmadim. Hammasi yengil, a'lo darajada bo'ldi. Rahmat sizlarga. Mana operatsiya kechagi endoskopik UV operatsiyasidan keyin mana hozir kirib MRT qilamiz va javobini bilamiz. Grija qolmaganligini. Bu yerda qulaylik tarafi shundaki, operatsiya jarayonidan keyin qayta MRT qilinib, grijani qanday holatda yaxshi bo'lganini ko'rsatib berar ekanlar.